bozorga chiqibdi qulpunay, yetkazdi xudodan aylanay, ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Onam, 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 jon onam, 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 oq bulutday ko'nglim, oppog'im, onam. Aytmayin bolamni g'amini, bildirmay ro'zg'orim kamini, o'chirib yuragin shamini, onamni ko'rgani boraman. Akamni yaxshisin oshiray, ukamni aybini yashiray, quvnatib mehrini toshiray, onamni ko'rgani boraman. Uy talash, mol talash. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz, sizlar bo'lsa yillarga ilohim shu ota-onamiz bilan teng yashab, boyliklari farzandlarni baxtini, yaqinlaringizni baxtini hamisha yolg'on bo'lish nasib etsin. Ilohim shu hamma yaqinlaringiz bilan yaxshi yillar to'ylarda bo'lishib o'tish nasib qilsin. Tabriklaymiz yana bir bor. Bugun sizni quvonchligingizda siz bilan sherik bo'lib turgan, sizni yoningizda yondosh bo'lib turgan insonlardan siz uchun chiroyli tilaklar eshitamiz. Undan oldin siz uchun, ya'ni farzandlaringiz tomonidan, turmush o'rtog'ingiz tomonidan shunday sovg'alar eshitildi. Albatta hamma sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Kayfiyatingiz ko'tarildi. Qarasang, albatta shu farzandlaringiz ham onajonimiz ko'rmasin deb shunday sovg'alarni eshittirdi. Qabul qilasiz. Qani bir kayfiyatlar zo'r bo'lsa, ta'sir qilgan onajonimizdan. Qani, 1, 2, 3, 4, 3, rahmat. Buni sizlar ko'rsin, tabriklaymiz yana bir bor. Kimni dilida onajonimiz uchun tilaklari bo'lsa, bemalol onajonimizning yoniga borib, tilak bildirishlari mumkin. Kimdan boshlaymiz? Rahmat. Hayajon bormi? Yana kimni eshitamiz? Farzandlaringizdan siz uchun chiroyli tilaklarni eshitamiz. Onajonimiz uchun shu bugungacha aytib qo'yilgan gaplaringiz bo'lsa, buningizdagi bugun ayni vaqti. Eng asosiysi onajonimiz uchun bizni bergan sovg'amiz yoki qo'limiz muhim bo'lmaydi. Albatta bizning mehrimiz, e'tiborimiz. Kimdan boshlaymiz? Orzuyim shu o'chmagan yongan chirog'ingiz, yulduzday nur sochsin chashming qarovingiz. Magar chinor bo'lsangiz, chinordek yashang, bevaqt uzilmasin biron yaprog'ingiz. Apa, doğan gününüz bilan tabriklayman. Akam bilan deng qarishingizlar. Xudoyim bizlar baxtimizni hamisha sog' salomat o'ynab kulib yurgizlar. Eng yomon günimiz ishimning har doim oilamiz bilan birgalikda bo'lsin. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Taniydilar onajonimiz uchun. Birinchi navbatda farzandlari. Hammasi sizlarning aytib turgan ishlaringiz. Tabriklaymiz akam bilan qarashinglar. Rahmat. Bizi akkalarimiz sanatchi va tilaklarni eshitamiz.
yoshlara kelgaysiz. Ota-beka bilan eng qaror bolalaringiz rohatini ko'rgaysiz. Asliq cho'lliq yo'lliqlar ham ko'rgaysizlar. Gelinglar, hadi oynayalım. Öğrenmek gelin. Bilmem 46 yaşınızın olur, 47 yaşa karapsız. 100 yaşınıza girgende şu çıroy sizi hiç kaçan terk etmesin. Hoca'nı, tabii ki hocada bunu oturganlarından bundan ziyade edip tebriklep gelip oturgayınız. Hem de bizi yetirsin şu bilgilere. Ve şöyle ayaktalar Türkmenistan'dan sizin keyiz baydarlar. Şuradan çırağı direkten işlemiz. Gapga uzoqlashdim men. Hamisha boshqa bo'laverishlar. İyi rahmat. Yana kim var? Qani? Tebrikman. Og'imlar baxt saodat yashasizlar. Yangi tilaklarni yozishini aytgaysizlar. Hamma shunday gulib, hamma shunday gulgaysiz. Tebrikman. Ura! Tebriklayman. Hamma shunday xushhay. 18 yaşar kızlarım bulup yürüyün. Yeterdim ben. Güzel baksınıza, avamı, baktığına sağ olun. 100 yaşlara girgenden hem o güzel yanınızda yürüyersiniz. Başımız dolu. İyi rahmat. Onajon, farzandlaringizni eng baxtli kunlardan bugun biri. Nima uchun deganda sizning quvonchingizni ko'rdi. Sizning quvonchingizni ko'rib, yonlarida ular ham quvondi. Eng baxtli kunlardan bugun biri deymiz. Va farzandlaringiz nomidan siz uchun tabriklarimiz bor. Qabul qilasiz. Duoga ham onamning diliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarim boshimdan sachsalar ham otamni topgan 3-4 so'm pulga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham onamni keldingmi bolang degan tiliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'lida nur sochgan onamsiz. Men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosi sokin ayolsiz. Lekin meni esa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarning baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tutgan onam bor. Tabrikimiz yana bir bor, umringiz bo'lsin. Bo'lib shu tilaklarni bari eshitdik. Qabul olamizmi? Endi bu yerdan o'yin ko'rib davom ettiramiz.